Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi ish jarayonlarimiz bilan tanishtirib chiqishga qaror qildik. Birinchi qo'l birinchi sexdan afsona fasonda bo'lgan darvozamiz. Xudo xohlasa birinchi qavat listlari bosildi. Agina variantda chiqayotgan. Ko'rgazmali baho berishlarimki ish sifatiga, kachestvasiga xudo xohlasa darvozamizda shumka qismlari qoldi hozirda. Hop listlarimizda ham o'sha 1.8 plyusovый listdan обязательно figuralarni chiqazib chiqqanmiz. Xudo xohlasa endi ularni ham joy-joyiga qo'yib, shumkalarni qilib, xudo xohlasa bu darvozamiz Farg'ona Quvasoyga tayyor bo'lyapti. Ko'rgazmali baho berishlaringiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa bu yerda Samarqand fason 2 qavatli shumkali variantda bo'layotgan darvozamizda ramka qismlari to'qilmoqda. Ko'rayotgan bo'lsangiz Samarqand fason darvozamiz ham rosa qo'l mehnati, o'ziga yarasha ishlari bor bo'lgan darvoza. Arkalarni ham o'zini amalni chiqadigan figura qismi odatda darvozaga chiroy va boshqacha o'zgacha ko'rinish taqdim etadi. Bu chiroyda olib chiqib berish ham oson narsa emas. Ko'rib turganlaringdek profillardan, qovurg'alardan bukib kesib chiqib tayyorlab qilinadi. Hop, darvozalarimiz xudo xohlasa bu darvozamiz Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga tayyorlanyapti. Razmerlari keladi 350 ga balandligi 4 metrda bo'lgan darvozamiz. Hop, navbatdagi darvozamiz shtampovka budjetniy variantda bo'lgan darvozalarimizdan bu ramka qismlari tayyor bo'lgan. Hop, darvozamiz bir qavat shtampovka vibraga bosilgan. Baquvvat moshni darvozalardan. Ko'rib turganlaringdek moshni holatda bo'lgan. Darvozamiz xudo xohlasa glansli kraska jarayonlar umrzoq holatda tayyorlangan. Ko'rib o'zlaring bir baho berishlaring mumkin. Ko'rayotgan darvozalaring xudo xohlasa idealni holatda chiqdi. Lazerlari ham o'ziga yarashgan holatda. Hop, arkalarni qilib berganmiz. Bu darvozamiz esa xudo xohlasa Namangan viloyati Chodakka ko'pchilik bilgandek dam olish maskani ko'p bo'lgan joyimiz Chodakka borib o'rnaydi. Xudo xohlasa kechki bu darvozamizni ham yuklaymiz. Ishlab chiqarishimiz katta. Bu akamizga bonus tarzda o'tgan darvozamiz. Xudo xohlasa bu ham podvalga eshik bo'lgan. Bu darvozamiz xudo xohlasa Toshkentga tayyorlagan darvozamiz. Bu ham qayta shtampovka arzon variantda bo'lgan darvozalarimizdan. Hop, ko'pchilikda savol bo'lishi mumkin. Vibraga bosilgan darvozaning orqa ko'rinishi qanday bo'ladi deganlarga, orqa ko'rinishi ham shunaqa akkuratniy holatda chiqadi. Keyin shumda ham ancha qisib yutib beradi. Ko'rganlaringdek ortiqcha ovoz, lapurlar boshqa holat bo'lmaydi. Orqa tomondan ko'rinishi ham idealniy tarzda chiqadi. Ko'rayotganlaringdek. Bu darvozamiz ham xudo xohlasa Toshkentga borib o'rnaydi. Xudo xohlasa ishlarimiz ham avjida ketyapti. Kimga bizning xizmatlarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hop, aksiyada darvozalarimiz ham bor. Kvadrat metri 550 ming so'mdan chiqadi. Fonni esa qalin materialda bo'lgan, reklamaga tayyorlagan darvozalarimizdan. Xudo xohlasa bu ham o'ziga yarashgan o'ta chiroyli holatda chiqqan. Ko'rib o'zlaring bir baho berishlaring mumkin darvoza. Hop, bu fasonimizdan yangilik fasondan ikkita tayyorlaganmiz. Aksiya tarzida chiqarib beramiz. Bir qavat bonus qalin materiallarda bo'lgan. Xudo xohlasa bugungi chiqargan videomiz sizga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Quyidagi nomerlarga xudo xohlasa aloqaga chiqaverasizlar.